بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaykum. Sabaqdaşlar, bizning hozir boshlamoqchi bo'lganimiz Doktor Abdurrahimning chet elliklar uchun yozgan Durusul Lughatil Arabiyya nomli arab tili o'rgatish darsligi. Endi bu zimindagi islom vazifasining insonlarga ado qilinishda vosita bo'lib tanlangan arab tilining tunji qadami. Arab tilining o'rganishining muhimligi, ahamiyati to'g'risida Qur'oni Karimdagi bunu 3 oyat yetarlik. Va hada lisanun arabiyyun mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. فإنما يسرناه بلسانك لعلكم يتذكرون. Şoňlaşqa biz bu toğrusda ortiqça talaştarış qilib, to'xtalib o'ltamaymiz. Hammalarga ma'lum, eng oddiysi bir musulmon o'zining kunida qiladigan amal ibodatlaridan tortib, eng yuqorisi dinni mukammal tushunishchi bo'lgan arlıqlargacha arab tilidan ayrılılmaydı. Endi hozir o'qimoqchi bo'lgan kitobimizning o'rganish uslubi har bir darsda ma'lum shaklda nuqtali grammatika va ma'lum miqdorda so'zlik va shu grammatika so'zlikdan moslashtirilgan dialog yoki tekst va o'rgangan dialog tekst so'zliklarni amaliy mashqlantiradigan ko'nikma mashqlari ta'minlangan. Bizning o'rganish uslubimiz dastlab bir darsdagi grammatikalik nuqtalarni ta'kidlaymiz, uni tushuntirib o'tamiz. Undan keyin so'zliklarni o'rganamiz. Undan keyin dialog yoki tekstlarini o'rganamiz. Undan keyin shu asosda mashqlarni ishlab oxiriga chiqaramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwal. Birinchi dars hada. Endi birinchi darsimiz bu tunji dars o'qishga o'quvchilarning arab tiliga tunji qatim qadam bosishi bo'lg'achqa, ya'ni ularning zehni arab tilidan butunlay xoli bo'lg'achqa, olib turib bu darsda ayrim so'zlik bermasdan, balki suratga qarab turib o'quvchilarga so'zlikni tunishni maqsad qilib suratlik dars bergan. Shuningdek biz avval suratlarga qarab berilgan shakldagi jumlalarni o'qish orqali qalbimizga ozdirib ko'ptir so'zlik singdiramiz. Birinchi darsda biz qo'llanadigan shakl hada arab tilida ko'rsatish almash bo'lib bu degan ma'noda ishlatiladi.
Bunun qaratilmasi erlik narsalarga qaratiladi. Endi bu yerda bir qiz gapini deb qo'yish muvofiq gap qoldi. Uyg'ur tili va boshqa tillarda erlik, ayollik farqi unchalik zo'r farqlanmaydi. Farqlansa-mu pek cho'ng emas. Ammo arab tilida har bir ko'rsatich almash, har bir fe'l, har bir sifat, hatto har bir kishilik almashlarmi erlik va ayollik deb ikkiga ayrildi. Shunga men hada to'g'risi degan vaqtda hadaning erlik uchun, erlik narsalar uchun qaratilganligini qayd qilib o'tdim. Endi balkim so'rab qolishi mumkin. Canlıq narsalarni o erlik, ayollik deb ikkiga ayrıqılı bo'la. Cansız narsalarni desa, buni mu so'zning tarkibidagi kichik ta, ya'ni to'xtagan vaqtda ha talaffuz qilinadigan ta kelgan kamiganlikka qarab erlik, ayollik deb faraz qilamiz. Gerçi bu haqiqiy erlik, ayollik deb ayrilmasa-mu amaliyotda jinsiyat ayrılmasa-mu, ammo so'zga muomala qilishda erlik va ayollik shaklda muomala qilinadi. Bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz hada bu degan ma'noda. Unda bo'lsa, menga agishib tuvandagi rasmlik berilgan so'zliklarni, jumlalarni bir o'qib chiqaylik. Hada baytun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada miftahun. هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي Müşekege vaqtida unalg'ini to'xtatib qo'yib, yuqorida o'qilgan so'zlarni bir necha rat takrorlab, og'zingizni yuqoridagi o'qilgan so'zlarga ko'ndiring. Endi ko'ndirib mashq qilib bo'lgan bo'lsangiz, biz bu yuqoridagi jumlalarning ma'nosini mulohaza qilib boqaylik. Endi albatta bu rasmlik berilgachga, garchi tarjima qilmasakmi, balkim tushunib bo'ldingiz bu deyman. Masalan, haza baytun, bu bir uy. Haza masjidun, bu bir masjid. Haza babun, bu bir eshik. Haza kitabun, bu bir kitob. Haza qalamun, bu bir qalam. Hada miftahun, bu bir ochqich. Hada maktabun, bu bir ustal. Hada sarirun, bu karvat. Hada kursiyun, bu bir o'rindiq. Endi yuqorida rasm qarab tarjima qildik. Endi shayda bir diqqat qilgan nuqta, men tarjimalarligida bu bir uy deb o'tirgan bir degan gapni qildim. Agar siz yangi o'quvchi bo'lg'achqa bak tushunmadim desangiz, bu o'rindagi bir navbat deb haza baytun, bu uy, haza masjidun, bu masjid, haza babun, bu eshik, haza kitabun, bu kitob, haza qalamun, bu qalam, haza miftahun, bu ochqich degandek shaklda tushunsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rganmoqchi bo'lgan jumla yuqoridagi haza degan jumlaning so'roq shakli. Oldin qilgan mazmunimiz bayon jumla. Bayon jumla. Bu uy, bu masjid, bu ish degandek. Endi deganmoqchi bo'lganimiz shu yuqorida degan jumlamizningki so'roq shakli, ya'ni so'roq jumla. So'roqlar odatda mahaza shaklda keladi. Jonsiz narsalarga ma'ishlish orqali ma'noning ayrim ma'nosi nima degan ma'noda. Agar haza qo'shilsa, mahaza bu nima degan ma'noni ko'rsatadi. O'quvchi o'zi o'rgangan so'zliklarni ko'rsatib turib, mahaza bu nima deb so'rab, oldingi mazmun degandek haza bayt, haza masjid deb javob bersa bo'ladi. Oldi bilan bir qitim o'qib beray. Mahaza tarjimasi bu nima? Haza baytun, bu bayt, bu uy. Am musha kelgan vaqtda yana bir shakli bor. Ya'ni a har qanday so'zning oldiga a, ya'ni hamza qo'shimchasi qo'shilsa,
shu jumlaning mazmuniga mu qo'shiladi. Masalan, oldingi mazmun degan haza baytun, bu uy deganning oldiga an qo'shib haza baytun qilsak, bu uymu degan bo'ladi. Daftaringizni olib, alohida yozib oling. So'roq vositalarining biri ma. Buning ma'nosi nima? Buning ma'nosi nima bo'ladi? İkinci so'roq vositasi a, ya'ni hamza. Buning ma'nosi mu. Hada baytun, bu uymi? Na'am, hada baytun. Ha, bu uy. Bu o'rindagi na'am javob berish harfi bo'lib, ha, shundoq degan ma'noni ifodalaydi. Ma hada, bu nima? Hada qamisun, bu bir ko'ylak. Ahada sarirun, bu karvatmi? La. Endi la deganimiz bu mu javob berish harfi, ammo bulusiz javob berish harfi. Yo'q, undaq emas degan ma'nolarda. Hada kursiyun, bu bir o'rindiq. Ahada miftahun, bu ochqichmi? La. Hada qalamun, yo'q, bu qalam. Ma hada, bu nima? Hada najmun, bu yulduz. Menimcha bugungi darsdagi ikki mazmundagi nuqtaliq mazmunlarni tushuninglar deyman. Biz boshdan bir qitim o'qib o'taylik. Hada baytun, hada masjidun, hada babun, hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun, hada maktabun, hada sarirun, hada kursiyun. İkinci ders. Ma hada? Ma hada? Hada baytun. Ahada baytun? Naam, hada baytun. Ma hada? Hada qamisun. Ahada sarirun? La. Hada kursiyun. Ahada miftahun? La. Hada qalamun. Ma hada? Hada najmun. Mushada unalg'ini to'xtatib turib, yuqoridagilarni bir qurut takrorlab oling. Yuqoridagilarni takrorlab bo'lgan bo'lsangiz, bu yerda eskartib o'tishga tegishli kichikgina grammatika iga xabar shakli. İga deganimiz mazmunning boshlanish nuqtasi, xabar deganimiz oxirlash nuqtasi. Hani bu o'rgangan jumla dal shu iga xabarlik jumla. Masalan, haza baytun desak, haza iga bo'ladi, baytun xabar bo'ladi. Bugungi darsda iga xabarlik nuqtasini la tushunsangiz bo'ldi. Tamrin 1. Birinchi ko'nikma. Ya'ni yuqoridagi rasmga qarab turib, so'ralgan savollarga javob bering. So'ralgan savollar hammasi mahazadan boshlanadi. Diqqat. Mahaza bu nima? Buning qishida ochqich bor ekan. Biz buningga bunday javob beramiz. Haza miftahun. Mahada matrapidagi kitob ekan. Buningga javoban haza kitabun. Mahada qalam ekan-ku, hada qalamun. Mahada eshik ekan-ku, hada babun. Mahada hada baytun. Mahada hada kursiyun. Yuqoridagidek narsalarga ko'rsatilib turib, savol so'ralsa, shu shaklda javob bersak bo'ladi. Tamrin 2. Ikkinchi ko'nikma, ya'ni at-tamrin as-sani yoki. Endi ikkinchi ko'nikmada bizga a, ya'ni hamza so'roq vositasini ishlatib turib, a, ya'ni hamzadan iborat so'roq vositasini ishlatib turib, so'ralgan savolga javob beramiz. Diqqat. Ahada baytun. Manasi bu uymi? Qarab boqaylik. Masjid ekan-ku, deymiz. La. Hada masjidun. Ikkinchi savol. Ahada miftahun. Bu ochqichmi? Qarab boqaylik. Qalam ekan-ku. La. Hada qalamun.
Ahada qamisun. Bu ko'nglakmi? Qarab baqsaq, rasla ko'nglak ekan, ha? Naam. Hada qamisun. Ahada najmun. Bu yulduzmi? Qarab baqsaq, rasla yulduz ekan. Naam, hada najmun. 3-ko'nikma tuvandikilarni o'qib yezing. Albatta, bu sizlarga qaratilgan ko'nikma. Sizlar o'qib, daftaringizga takror yezish orqali yozishni mashq qilishinglar kerak. Avval men sizlarga bir o'qib beray. Hada maktabun. Hada masjidun. Hada qalamun. Hada sarirun. Ma hada? Hada kursiyun. Ahada baytun? La, hada masjidun. Ma hada? Hada miftahun. Shuning bilan bugungi darsdagi birinchi asosiy bo'lak oyoqlashdi. Ikkinchi bo'lak man hada. Yuqorida mahazati. Endi mahaza bu nima degan bo'ladi? Endi man haza deganimiz bu kim? Arab tilidagi man degan uyg'urchada kim degan ma'ni ifodalaydi. Endi yuqoridagi man haza degan jumlani ishlatib turib, shuning javobiga asosda bir qancha so'zlik o'rganib olaylar. Man hada bu kim? Hada tabib. Bu doktor. Man hada bu kim? Hada walad. Bu bala. Man hada bu kim? Hada talib. Bu o'quvchi. Hada walad bu o'quvchimi? La. Hada rajul. Bu odam. Ana biz yuqoridagi o'rgangan haza chiqit yoki mahaza chiqit degan jumlalarni foydalanib man hazani shu shaklda qurashtirib olsak bo'ladi. Mahaza bu nima? Hada masjid. Bu masjid. Man hada bu kim? Hada tojir. Bu savdogar. Mana ikki jumlada sizlarga aniq solishtiryapti, ha? Agar narsalarni so'moqchi bo'lsak, ma'ni ishlatadi ekanmiz. Agar odamlarni so'moqchi bo'lsak, manni ishlatadi ekanmiz. Ammo narsani ko'rsatish uchunmi, odamni ko'rsatish uchunmi hazani ishlatsak bo'laveradi ekan. Shuni o'qib tushunib olsak bo'ladi. Haza kalbun. Bu it. Haza kalbun. Bu itmi? La, haza qittun. Yo'q, bu mushuk. Haza himarun. Bu eshak. Hada himarun. Bu eshakmi? La, hada hisanun. Bu ot. Ma haza? Bu nima? Hada jamal. Bu tuga. Ammo o'rindagi va ma haza deb vodni bir qilib qo'yibdi. Asli vo degan ishga so'zning o'tirini bog'lash harfi bo'lib va deb tarjima qilindi. Agar mushunga o'xshash oldagi jumladan ayrilib kelgan jumla oldiga kelib qolsa, mo yoki chu deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu-chu nima? Bu tuga deb tarjima qilsak bo'ladi. Endi yuqoridagi suratlarda shakllangan hayvonlarning nomini mushuna qarab takrorlasak bo'ladi. Boshini o'qib beray. Rasmga qaranglar. Kalbun it, qittun mushuk, himarun eshak, hisanun ot, jamalun tuga. Mahaza haza dikun. Bu nima? Bu xo'roz. Man haza? Haza mudarris. Bu o'qituvchi. Ahada qamisun. Bu ko'nglakmi? La, haza mindilun. Yo'q, bu lunga. Endi yuqoridagi bizga berilgan jumla shakllaridan biz bugun ozroq urishani ega bo'ldik-ku deyman. Endi mush asosda yuqoridagi narsalarni o'zimiz ko'rsatib turib, so'rab yoki so'rab ani ishlatib turib, "Mavu mundaqmi?" deb so'rab, buningga javob berib mashq qilsak bo'ladi. Tamrin ko'nikma. Iqro vaktub. Tuandikilarni o'qib va yezing. Ammo u o'zimizning topshiriq, ha? Shunda bo'lsa-mu, men sizlarga bir o'qib beray, ammo o'zingizlar ullik o'qiysizlar. Ovozinglarni chiqarib qo'yib o'qiysizlar. Imkoniyat bo'lsa, o'zing unalog'ini qo'yib, o'zingizning ovozingizni elib, o'zingizlarni anglab baqsanglar bo'ladi. Buningda o'zingizning talaffuzini o'ngshashga foydali. Ma haza? Hada qalamun. Hada kalbun. Man hada? Hada tabibun. هذا جمل.
أهذا كلب؟ لا، هذا قط. أهذا ديك؟ نعم. أهذا حصان؟ لا، هذا حمار. هذا منديل. أهذا ولد؟ نعم. من هذا؟ هذا رجل. شنو bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Alloh sizlarga bizga asonlik bersin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va